9. bab. Yordan daryasının g'arbidagi tog'liq rayonlarda, g'arbiy idirliqlarda hamda Livan tog'larining shimol tarafidagi O'tra dengiz bo'ylarida yashayotgan barliq podsholar, ya'ni Hit, Amor, Kanan, Parizzi, Xiv, Yebus podsholari Irixa shahri va Oy shahrida bo'lgan ishlarni angladi. Bu podsholar qo'shinlarini birlashtirib, Yoshua boshchiligidagi Isroillarga qarshi urush qilish uchun otlandi. Gibon shahrida yashaydigan Xivlamu Yoshuaning Irixa shahri va Oy shahrida qilgan ishlarini anglab, ularmu o'zlarini qutqizish uchun har xil hiyla mikrlarni o'ylab chiqdi. Ular Yoshuaga elchi avatishdi. Ular yirtilib jul-jul bo'lib ketgan xurjun, yamoq silingan konuş harab tulumlari ortilgan eshaklarni yetilib olgan edi. Putlarga konrab abjiqi chiqqan oyoqlarni, uchisiga ko'ngli kiyimlarni kiyishib, ko'kirib ketib ketgan yemakliklarni elib olishgan edi. Ular Gilgalda turayotgan İsraillarning qarorgohiga kelib, Yoshua va İsraillarga: "Biz yiroq bir joydan sizlar bilan tinchlik ahdinomasi tuzishni talab qilib keldik", dedi. İsraillar Gibon shahrida yashaydigan bu Xivlarga javob berib, mundaq dedi: "Sizlar balki mushu yerda yashaydigan fuqarolar bo'lishinglar mumkin. Agar shundoq bo'lib qolsa, biz sizlar bilan qandoqmi tinchlik ahdinomasi tuzalaymiz? Biz sizlarning xizmatkoringlar", dedi ular javoban. Ammo Yoshua: "Sizlar kim? Zodi qayerdan keldinglar?" deb yana qaytlab so'rdi. "Biz Parvardigoringlar Xudo to'g'risida anglab, yiroq joydan kelgan xizmatkoringlar. Parvardigoringlarning Misrda sizlar uchun qilgan ishlarini angladik. Biz yana uning Yordan daryosining sharqida yashaydigan Amorlarning ikki podshohi, Hashbon shahrining podshohi Sixon bilan Ashtarot shahrining Bashan degan yerda yashaydigan Og podshohi qilgan barliq ishlarini angladik. Shunga bizning oqsoqollarimiz va barliq xalqimiz bizga: sizlar uzun safarga yetgudak yemaklik ilib, safarga otlaninglar. Berib İsroil xalqi bilan ko'rishib, ularga: biz sizlarning xizmatkoringlar, biz sizlar bilan tinchlik ahdinomasi tuzgili keldik, denglar deb buyurdi. Bu nallar biz yo'lga chiqqanda yengila pishirilgan edi. Mana ko'rib turibsizlar, hozir bu nallar ko'kirib ketib ketdi. Biz bu sharob tulumlarga sharob to'shqizib manganda, bu tulumlarmu yeni idi. Hozir konrab, yerilib ketdi. Bizning kiyimlarimiz va oyoqlarimizmi uzun safar jarayonida yirtilib jul-jul bo'lib ketdi, deb javob berdi ular. İsraillar ularning yemakliklarini qo'lga ilib ko'di. Ammo Parvardigordan bu to'g'riliq hech nima so'ramadi. Shuning bilan Yoshua Gibon shahrida yashaydigan bu Xivlar bilan tinchlik ahdinomasi tuzdi va ularning omonligiga kapolat berdi. İsroil jamoatining oqsoqollarimi bu ahdinomiga qo'shilib qasam qilishdi. Gibonliklar bilan tinchlik ahdinomasi tuzib 3 kundan keyin İsraillar ularning o'zlariga yaqin yerda yashaydigan qo'shni xalq ekanligini bilib qoldi. İsraillar buni aniqlash uchun yo'lga chiqib 3 kunda ularning shaharlariga yetib keldi. Bu shaharlarning nomi Gibon, Kefira, Barot, Qiryat Yarim deb atlatdi. Ammo İsraillar bu shaharlarga hujum qilmadi. Chunki İsroil jamoatining oqsoqollari Parvardigor İsroillar e'tiqod qilib kelgan Xudoning oldida qasam berishgan edi. İsroil xalqi o'z oqsoqollarining qasam berishganligidan
ağırınışdi. Biroq oqsoqollar ularga tushundirib, biz Parvardigor İsraillar e'tiqod qilib kelgan Xudoning oldida qasam ichgan. Ularga ziyonkashlik qilsak bo'lmaydi. Mayli, ular yashavasin. Ularni o'ltirib qasamimizni buzsak, Parvardigor bizga g'azablandi. Shunga ularni hayot qoldirayli, dedi. Shunda qilib oqsoqollar Gibonliklarni İsraillarning o'tin, suvlarini to'shaydigan ishlarni qilishga buyurdi. Yoshova Gibonliklarni yig'ib ularga: "Sizlar bizga qo'shni turib, nima uchun bizni aldab, biz sizlardan yiroq yerda yashaymiz dedinglar? Sizlar la'natga qolasizlar. Sizlar hozirdan boshlab Xudoning ibodatgohining o'tin va suvini to'shaydigan qul bo'lsizlar", dedi. Ular javob berib: "Chunki biz qullarimiz, Parvardigoringlar Xudoning o'z xizmatkori Musoga amr qilib, butkul zaminni sizlarga ato qilganligini, sizlarning shu zaminlarda yashayotgan bor xalqlarni yo'qotadiganliklarini angladik. Biz o'lib ketishdan qattiq qo'rqdik. Mana bu bizning nima uchun sizlarni oldiganligimizning sababidir. Hozir biz sizlarning oldinglarda turibdik. Bizni qandoq bir taraf qilishni to'g'ri topsanglar, shundoq qilinglar", deyishdi. Yoshua ularga hayotlik yo'li berib, İsrail xalqining ularni o'ltirishiga yo'l qo'ymadi. Shu kundan boshlab Yoshua Gibonliklarni İsrail jamoatining ham Parvardigor tanlagan qurbonlik supisi qayerda qurilsa, shu yerning o'tin va suvlarini to'shig'uvchisi bo'lishga buyurdi. Ular hozirgacha shu ishlarni qilib kelmoqda.